ko'zlab turamiz. Bizim Araşan parodası bilan O'zbekistonga da g'ayat yaxshi. Ko'rib o'tasizlar, hozir granitsada tölk o'tgan Araşan az. Burada at o'tchaydi, hozir tölk Araşan. Qara, bu yoqqa chiqib beramiz. Sahnaga chiqamiz, qayerga chiqib so'z beramiz, chetdan. Sahnaga chiqib berasiz. Там есть mikrofon. Ne. Jasur, ты достойный друг мой. Sen 7 yıldan beri kelmaysan Qirg'izistonga, chiqing. Chiqingizlar. Chiqib bergile. Толқынбай көрсетші, біздің қонақтар бар. Иқбалжан, шығып береміз. Второй микрофон приготовить ешті қылайынсам, микрофон қарматып қойдым. Нерде занят болып тұрып қалдым. Ешті қылыңыздар. Бара келді, андемесе Өзбекстан Araşan parodasының председателі Жасур досымызға микрофонды береміз. Жасурбек, башта бересіз. Бисмилlah, микрофон. Assalomu alaykum. Qirg'iz eli bo'lsin. Bundaqa to'ylarda yana ham kattasini. Biz ko'p kelganmiz Qirg'izistonga. Rahmat shunchalik. Mana mehmon bo'lib keldik. Yaxshi mehmon qilishdi, yaxshi siylashdi. Xudo xolasa biz ham shu Qirg'iziston, Qozog'iston jamoasidan urganib, mana biz ham seleksiya qilib qo'ylardi. Xudo xolasa biz O'zbekiston Respublikamiz ham yaxshi rezultatlar ko'rsatadi. Mana shu do'stligimiz hech qachon uzilmasin. Hammamizda yurtimiz tinch bo'lsin. Har xil balolardan Allohning o'zi saqlasin. Rahmat. Iqboljon Ergashev, Andijon, Namangan, kechirasiz, Namangan. Mikrofon sizda, Iqboljon. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barcha qadrdon aziz aka-ukalarim, Qirg'iziston eli juda ham bir xursandchilik bilan bugun mana turibmiz. Kechadan beri juda ham bir shashtimiz baland. Xursandchiligimiz bir cheksizi yo'q. Shu qadar bir mehmondo'st insonsizlarki, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qilinayotgan ishlaringizga barakat etsin. Haqiqatan biz hozirgi kunda O'rta Osiyoda tan olishimiz kerak, juda ham Qirg'iziston eli seleksiya ishlariga nihoyatda faolsizlar. Ot bo'lsin, moli bo'lsin, qo'y bo'lsin, sizlarning mehnatlari juda ham katta. Biz O'rta Osiyoga Alloh bu qilayotgan ishlaringizni davomli qilsin. Hamisha oldiga qarab yo'l bosinglar. Juda ham biz haqiqatan bir o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib guvohi bo'lyapmiz. Rezultatlaring juda ham baland. Sizlarni ko'rib biz hozir bunchalik bo'lishga o'zi bir oson ish emas. Juda ham katta mehnatlar turibdi. Katta insonlaringni hozir mevasini ko'ryapsizlar. Haqiqatan burungi holatda odamlar qo'ylarini sotib uy olishgan. Hozir hayot sal boshqacha bo'lib ketib qoldi. Uylarini sotib qo'y olyapti. Qo'lchab qo'yamiz, bir qo'lchab. Oldin birinchi vaqtda shu Quvonchbek akamiz Qirg'izistonni 16.000 dollarga Gulver degan qo'chqorni olganda O'rta Osiyo hayratda qolgan. Haqiqatni olib qarash kerak, bu mehnat ustidagi narsa, Allohning bergan barokat. 16.000 dollarga hozir bir oylik qo'zini olib bo'lmayapti. Hozirgi kunda 200 ming, 300 ming dollar bir qo'ziga baho berishyapti. Biz o'zimiz guvohi bo'lyapmiz. Bu hammasi sizlarning mehnatlaringiz, sizlarga bergan Allohning barakati. Hamisha shunday xursandchilik oramizda hech qachon ayrilmasin. Doim Xudo xolasa mana shunday bir baxt tepasida turib, birgalashib ishlab, butun dunyo sizlarning chiqargan parodalarni hurmat qilib boqishlik nasib qilsin. Hammaga omad. Rahmat, Iqboljon. Hamdamesi, jamoat bizde buna жаңы блогер, жаш шығып атқан бізде мына Өзбекстанда жақсы медет қылып мына Қырғызстанға келіп бұл жағыны дағы баштап атат. Біздің екі блогеріміз қонақта бүгін. Исламбек, Мұхаммед, екі ұлымыз келіп ушул жерде біздің Арашан пародасыны Средний Азияға тарқатып атқан блогер жігіттерімізге микрофон берели. Қысқаша бұлардан өздерінің қалауын жақсы сөзін айтып кетсін. Avvalambor assalomu alaykum. Hamma ahli jamoat O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston ahliga mana shundoq bitta qo'y orqasidan shuncha jamoat yig'ildi. Kimlardir aytadi, biza videoga qo'ysak, shu bitta qo'y 300 ming dollar bo'ldimi, 10 ming dollar bo'ldimi degan kommentlar yozishadi. Buni ichiga kirmaguncha bitta qo'zi qanchaligini hech kim bilmaydi. Qo'y baraka.
butun insoniyat hozir qo'y boqyapti. Qo'y kimnidir qo'rasida tursa, ba'zisi Allohdan so'rar ekan, o'sha egasiga, Allohim shu egamga baraka ber, bizani shu ko'paytirsin. Oddiy narsa aytishadi, bitta qo'y bitta tug'adi yo ikkita tug'adi-da. Lekin qancha qurbonliklar qilamiz, qancha so'yiladi. Butun dunyo bo'yicha millionlab so'yiladi, lekin Allohning barakatidan bitta qo'y kamayib yo'q bo'lib ketmaydi. Lekin bir kuchumi yo boshqa hayvon 5 ta, 6 ta, 10 tagacha ko'payadi, lekin u so'yilmaydi. Lekin hech qachon u qo'ylardek barakali bo'lmaydi, chunki Alloh uni jannatdan chiqargan. Shuning uchun nima demoqchiman, butun jamoatga qalbda iymon bilan, e'tiqod bilan niyat qilib, xolis niyatda qo'yib foyda qilaman, ustida menimcha pul topishim kerak deb yangi boshlayotganlarga maslahatda, va menimcha pul tiksa menimcha pul bo'lar ekan demanglar, ixlos bilan boshlaylar. Inshaalloh shu qo'ringlar to'lsa, u yog'i pul o'zi orqanglardan qidiradi. Mana shuncha jamoatda hozir birinchi boshlagan akalarimizni bilamiz, qo'rasiga kirishga havas qilamiz. U odamlar hozir qo'y sotmaydi, ularning nomini o'zi qo'y sotadi. Shuning uchun nima deymiz? Seleksiyani boshlaganga Qirg'izistonning ahliga chin qalbimizdan, O'zbekiston nomidan rahmat aytamiz. Shu Arashan holatiga keltirgani uchun rahmat hammaga kattakon. Qo'lchovlar, jamoat qo'noqlarni qo'shib qo'lchov turaylar. Andimese bizni buna Bulvager jigitimiz jalan YouTube'dan ko'ramiz. Muhammed. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Arashan suyuvchi do'stlarimiz, Qirg'iziston, Qozog'iston, bir to'g'on O'zbekiston aholisi kelgan. Hammanglarga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Jasur akamiz aytganlaridek hozir mana aytdilar, shu Arashan parodasini rivojlantirib kelyapsizlar. Iqboljon akamiz aytdilar, bu Islombek degan akamiz aytdilar, birodarimiz. Har bitta odamning uyida barakot bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Qisqacha gapirib ana qilamiz-da, endi nima qilamiz. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum kutganlar uchun. Rahmat. Rahmat qo'noqlar, andamese Allah razı olsun. Jasurjon, shu menen so'zni oyoqdaymizmi je dag'i ber desangiz beramiz. Rahmat. Ha? O'zbekiston bir 10 qo'lni ko'tarib qo'yingizlarchi. 10 qo'lingizlar O'zbekistonda bo'lsin. 10 butunuzlar Qirg'izistonda bo'lsin, qo'lchovlar. Sol şaktı bergende bir qo'lingizda 5 Arashan, bir qo'lingizda 5 Arashan jetelep O'zbekistonga kirib berdingizlar. Qo'lchovlar qo'noqlarga rahmat, barakeldi.